Samarqandning eng noyob taomlari Toshkentning qayerida tayyorlanishini bilarmidinglar? Uchtepadagi Choypoy oilaviy restoranida juda ham mazali va noodatiy samarqandcha taomlarni tayyorlashadi. Men birinchi bo'lib qurtoba yeyishga qaror qildim. Qurtobasi juda ham mazali, patirlari yumshoq, suzmasi, saryog'i, mana bu qizartirib pishirilgan go'shtlari hammasi bir-biri bilan zo'r chiqishyapti. Qurtobni shu turishi bir porsiya va buni narxi 65 ming so'm. Endi navbat Samarqandning payshanba somsasiga. Somsani xamiri yupqa, qarsildoq. Ichini shunday ochsangiz to'la go'sht turgan bo'ladi. Payshanbaliklar bormi? Somsa uchun bitta like bosib ketinglar. Undan tashqari Toshkentda uncha-muncha joyda tayyorlanmaydigan kulchatoy taomi ham menyuda bor ekan. To'xtanglar. Kulchatoy deganda Toshkentcha kulchatoy emas. Bu Samarqandning kulchatoyi. Yokida kimlardir qayish deb aytishadi. Suyug'iga esa un oshi. O'zi bu un oshimi yoki kesgan oshmi? Shuni to'g'rilab kommentga yozib ketinglar. Umuman olganda Choypoyning oshxonasi menga juda ham yoqdi. Ovqatlari mazali, xizmat ko'rsatish sifatli. O'tiradigan joylari ham juda ham chiroyli dizayn qilingan. Alohida kabinkalari ham bor, qoluvchilar uchun tashqarida ham joylari bor. Choypoy restorani ertalab 11 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Adresi Uchtepa hokimiyatdan izzaga qarab yuraverishda o'ng qo'lda. Qashqadaryo taomlarini ko'rsatganda Qashqadaryoliklar aktiv va bomba qilib berishgandi. Samarqandliklar endi sizlarni ko'ramiz.